Bu e, mayski jo'jam 8 ta edi. Bundan 2 ta qolganini sotdim. Buni otasi kul Rossiyadan pipil degan zotdan kelgan bittasiga. O'shanga qo'shib olganman. O'sha pipil zotdan. Onasi yapon shamu, yurgan narigi makonim, o'sha onasini videoda ko'rsatganman. Mana oyoqlari bu qora oyoq. Mana yuz tuzilishlari. Pipil zotdan kul bo'ladi. Bu yoqda ikkinchisi bor. O'zimga 2 ta olib qolganman, 6 tasini sotdim. Bu onasiga tortgan. Mana yuz tuzilishi. Bu oyoqlari. Bu ham o'sha mayski jo'ja. 2 ta xo'roz olib qoldim. Onasiga tortgandan bitta olib qoldim, otasiga tortgandan. Narigi 6 tasini 3 millionga berdim. 6 tasini kelib olib ketdilar. Bundan o'zimga 2 ta qoldirganman. Menga bo'ladi o'sha 2 tasi deb. Bular mayski jo'ja. Onasi yapon shamu, 1-yil jo'ja makon, yoshiga endi to'ldi onasi ham. Otasi o'shanaqa pipil zotdan, uni o'zim o'sha pipil zotiga olib borib qo'shib o'shandan tuxum olganman. Mana shunaqa. Sog' bo'lasiz.